Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun sizlar bilan dog'li yuzlar uchun uxotlarning ketma-ketligini ko'rsatib o'taman. Xo'p, bizda Illustrious umivaka bu dog'li yuzlarga juda ham zo'r, dog'larni zo'r ochartiradi va poralarni zo'r tozalashga yordam beradi. Birinchi yuzimizni yaxshilab yuvib olamiz. Umivakani ozgina osonlik yetadi, o'zi butun yuzinglarni yaxshilab yuvib olamiz. Vaqt yuvganimdan keyin yuzim zo'r yaltirab, poralar tortilib, juda ham zo'r poralarni ham ichini tozalab berdi. Va biz 10 kunda bir marta yoki haftada 2 marta uliterlarni tushirishimiz kerak. Bizga bunda gamaj yordam beradi. Bu gamajda 10 kunda bir marta yoki haftada 2 marta qilsanglar uliterlarni tushirishga yordam beradi. Gamajda yuzinglar qup-quruq bo'lishi kerak. Quruq bo'lgandan keyin gamajni surib, yaxshilab ishqalaysizlar. Yuzinglar quruq bo'lsa, yaxshi uliterlar tushishga yordam beradi. Ishqalab turasizlar. Bilan burninglarni oldi bilan gamajda uliterlarimni tushirib bo'lgandan keyin yuzim yana ham uliterlari tushib, yuzim yana ham nafas olishni boshladi. Bundan keyin biz maska qilamiz. Bu maska immunni dog'li yuzlar uchun, dog'larni zo'r ochartirib beradi, yuzni bitta tonga keltiradi va poralarni ham yopishga yordam beradi. Juda ham zo'r maska, white glow mask. Buni gamajdan keyin, enzimlardan keyin qilsanglar yana ham effekti zo'r bo'ladi. Maskani kistichkada surib olamiz. Bu kistichkadan ham sotuvimizda bor, bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Maskani 15 minutga surib qo'yamiz butun yuzimizga. Maskani 15 minutga surib qo'yib qo'yamiz. 15 minutdan keyin oddiy iliq suvda yuvib tashlaymiz. Xo'p, 15 minutdan keyin maskani yuvib tashlaganimizdan keyin biz toner ishlatamiz. Toner shunaqa ko'piyli chiqadi, xavotir olmaysizlar. Bu toner namlantiradi, oziqlantiradi va dog'larni ochartirishga yordam beradi. Ko'pchilik tonerda qo'lda surgan yaxshimi yoki vatni diskda deydimi? Qo'lda sursalar ham zo'r, vatni diskda artsalar ham zo'r. Endi tonerda art bo'lganimizdan keyin biz ikkita sivortkani aralashtirib suramiz. Qo'limda ikkita sivortka gyaluronka va vitamin C. Gyaluronka namlantirishga ishlasa, vitamin C dog'larimizni ochartirishga ishlaydi. Har doim biz dog'larni ochartirayotganimizda обязательно vitamin C ga gyaluronka qo'shishimiz kerak. Faqat vitamin C ni ishlatsak, yuzimiz qurib ketadi va ajin tushib ketadi. Qachonki ikkita sivortka ishlatsak, yuzimiz ham namlanadi, ham dog'larimizni ocharadi. Xo'p, biz ikkita sivortkani aralashtirib suramiz. Shunda ozgina bu sivortkadan olamiz, ozgina bu sivortkadan qo'limizga olamiz. Bu sivortkadan olamiz va bu sivortkadan olamiz. Ikkalasini aralashtiramiz. Aralashtirib bo'lmi yuzimizga suramiz. Qaranglar, yuzim qanaqa yaltirayapti. Ancha yuzinglar yaltirab, dog'laringlar ocharib, yuzinglar namlanib, zo'r bo'lib turadi. Surib bo'lganimizdan keyin endi vitamin C krem suramiz. Buni oxirida vitamin C kremni surib olamiz. Mana qizlarjonlar, Nachnoy uxotimiz tugadi. Yuzim yaltirab, dog'lar zo'r ocharib, yuzinglar bilan yosh bo'lib, har doim ajininglar yoyilib turadi. Har kuniga bir kun. Mana qizlarjonlar, Nachnoy uxotimiz tugadi. Yuzim yaltirab, dog'lar zo'r ocharib, yuzinglar bilan yosh bo'lib, har doim ajininglar yoyilib turadi. Har kuniga bir kun ham qoldirmasdan Nachnoy uxotlarni to'g'ri ketma-ketligida qilsanglar. Uxotlarimiz qiziq bo'lsa, direkt orqali yozsanglar, biz sizlarga polniy narxlarini tashlab beramiz. Juda ham zo'r narxlarda olib ishlatinglar.